bir yoshlikni eslab, xolamlar bilan do'cha yegani keldik. Do'cha temasi. Menimcha bu yil do'cha temasi trendga chiqadi. Do'cha qanday ekan? Zo'r. Davo, sahrga, qand kasalligiga davo, yurakka davo. Ha, yesang ishtahangni ochadi. Zo'r, bahori mevasi. Yoshlik rosa yeganmisiz? Rosa yeganman. Mayli-yu, olxo'rini ham qomini tuzga botirib berdik. Yoshlikda. Endi sizga do'chani boshqacha ko'rinishini ko'rsataman. Hurmatli kuzatuvchilar, mana do'cha. Mana bunaqa do'cha. Buni yeb o'tirmaysiz, buni faqat endi ichasiz. Bismillah. O. Qani bir baho beringchi. Rahmat. Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Baniyat shifo bo'lsin. Voy zo'r ekan. Qanday ekan? Mazasi juda ham yaxshi ekan. Haqiqiy do'cha. Kimga do'chani yeydigani kerak bo'lsa, ichadigani kerak bo'lsa, kechada bizda bor. Haqiqiy zo'r. Sizga yoqdimi? Juda ham yoqdi. Dovcha ekan o'zi oti ham napitgani. Do'cha. Bilan ko'rishib davom eting.